Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar, qadrli otaxon va onaxonlar, hurmatli fuqarolar. Men sizning pensiya huquqlaringiz bo'yicha yurist va bugungi videomizda biz sizni eng dolzarb va ko'pchilikni tashvishga solayotgan savollarga javob berishga harakat qilamiz. Bugungi videomizda siz naqd pensiya tizimidagi yangiliklar, naqd pulsiz hisob-kitobga o'tishning sirlari va eng muhimi, qariyalarning oz pullarini hech qanday navbatlarsiz, qiynalmasdan oson va qulay yo'llar bilan qanday olishlari mumkinligi haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz. Ushbu mavzu shunchaki bir qonun yoki qoida haqida emas, balki har bir insonning keksalikdagi osoyishtaligi va qadr-qimmati haqida. Tasavvur qiling, yillar davomida ter to'kib mehnat qilib, butun umringizni shu yurt ravnaqiga bag'ishlab, keksalik gashtini surish vaqti kelganida, pensiyangizni olish uchun bank eshigida tong otguncha navbat kutishingizga to'g'ri keladi. 40 yil, 50 yil, ba'zan undan ham ko'proq stajga ega bo'lib, halol mehnat qilganingiz evaziga davlat kafolatlagan nafaqangizni olish uchun soatlab, ba'zan kunlab kutishga majbur bo'lishingiz adolatdanmi? Yo'q. Bunday bo'lmasligi kerak. Har bir fuqaro, ayniqsa keksa yoshdagi, nogironligi bor yoki jismoniy imkoniyatlari cheklangan insonlar o'z pensiyalarini munosib sharoitlarda hech qanday ortiqcha qiyinchiliksiz olishga haqli. Aziz yurtdoshlar, qadrli otaxon onaxonlar. Sizlar bu yurtning chinakam bunyodkorlarsiz. Har biringizning peshonangizdagi ajinlar, qo'llaringizdagi qadoqlar, bu faqatgina jismoniy izlar emas, balki fidokorona mehnatingizning, vatan oldidagi burchingizni sharaf bilan bajarganingizning ramzi. Esingizdami, o'sha qiyin davrlar, bir qarich yerni obod qilish uchun tunu-kun mehnat qilganingiz, zavodlarda gildiraklarni aylantirib, hosilni yigib terganingiz, yosh avlodga ilm ulashib, kasalga shifo berganingiz. Sizlar o'z vaqtida yoshligingizni, kuchingizni ayamay, zavodlarda, dalalarda, o'qituvchilikda, shifokorlikda, injenerlikda, madaniyat sohasida, qaysi sohada bo'lmasin, sidqidildan mehnat qildingiz. Har biringizning stajingizda, mehnat daftarchangizdagi har bir yozuvda mamlakatimiz taraqqiyotiga qo'shgan ulkan hissangiz aks etgan. Sizning erishgan yutuqlaringiz tufayli bugun biz mustaqil, rivojlangan davlatda yashayapmiz. Men ishonamanki, har biringizning o'ziga xos hikoyangiz bor. Balki kimdir 20 yoshida ishga kirib, 60 yoshgacha bir korxonada ishlagan, kimdir esa qiyin davrlarda bir nechta ishni birgalikda olib borgan. O'sha paytlar pensiya olish qanday edi? Ko'pchiligingiz qanday qilib bir oy pensiya bilan oila tebratganingiz, farzandlarni o'qitganingiz, ularni oyoqqa turgazganingizni hali ham yaxshi eslaysiz. Ba'zan birgina pensiya puliga bir oy davomida qancha narsani zo'rga sigdira olganingiz, qanday qilib tejab-tergab yashaganingiz haqida yuragingiz ezilib so'zlab berishingiz mumkin. Men bilaman, har biringizning bu borada o'z hayotiy tajribangiz bor. O'zingizning mehnat stajingiz, pensiya olishda duch kelgan eng katta qiyinchiligingiz va bugungi kunda pensiya ta'minoti borasida qanday fikrda ekanligingizni izohlarda yozib qoldirsangiz, juda mamnun bo'lardim. Balki sizning tajribangiz boshqalarga ham yo'l ko'rsatar. Shu sababli iltimos, o'z ism-sharifingizni, mehnat stajingizni va pensiya haqidagi fikringizni izohlarda baham ko'ring. Bu bizga sizning haqlaringizni himoya qilishda yanada aniqroq ishlashga yordam beradi. Sizning ovozingiz yangi qonunlar va nizomlarni yaratishda hisobga olinishi juda muhim. Qadrli tomoshabinlar, pensiya qonunchiligidagi o'zgarishlar shunchalik tez-tez yuz beryaptiki, ba'zan ularning ortidan ulgurishning o'zi qiyin bo'ladi. Birgina e'tiborsizlik, birgina muhim xabarni o'tkazib yuborish sizning qonuniy haqlaringizdan mahrum bo'lishingizga yoki qo'shimcha qiyinchiliklarga duch kelishingizga sabab bo'lishi mumkin. Har bir yangilik, har bir o'zgarish sizning hayotingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun kelgusida pensiya ta'minoti, imtiyozlar, qonunlardagi muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying va qo'ng'iroqcha belgisini ham faollashtiring. Bizning kanalimiz bu sizning huquqiy bilimlaringizni oshirish, o'z huquqlaringizni himoya qilishda ishonchli yordamchingizdir. Biz sizning huquqiy savodxonligingizni oshirish, har bir fuqaroning o'z huquqlarini bilishini ta'minlash yo'lida doimo xizmat qilamiz, toki hech bir pensiya yoshidagi inson o'zini yolg'iz va himoyasiz his qilmasin. Keling, avval qanday bo'lganini bir eslab o'taylik. Ilgari yaqin 60 ta ko'pchilik pensionerlar o'z pensiya pullarini pochta bo'limlari orqali yoki ayrim holatlarda uyga yetkazib berish xizmati orqali naqd shaklda olishardi. Bu tizim o'ziga yarasha qulayliklarga ega edi.
Ko'pchilik uchun, ayniqsa qishloq joylarda yashovchi, bank infratuzilmasidan uzoqda bo'lganlar uchun bu eng maqbul yo'l edi. Pochta bo'limlari aholiga yaqin joylashgan, pensiya pullari belgilangan kunlarda tarqatilgan. Pochta bo'limlari shunchaki pul tarqatadigan joy emas, balki keksa yoshdagi insonlar uchun bir-biri bilan uchrashadigan, hol-ahvol so'rashadigan, yangiliklar almashinadigan ijtimoiy markaz vazifasini ham o'tardi. O'sha paytda pochta xodimlari orasida pensiya pulini uyga olib borib beradigan fidoyi kishilar ham ko'p edi. Ular ayniqsa yotoq holatidagi, og'ir kasal bo'lgan yoki juda uzoq qishloqlarda yashovchi pensionerlarga pulni eshik oldiga olib borib berishardi. Albatta, ayrim hollarda navbatlar, ba'zan esa pul yetishmovchiligi kabi muammolar yuzaga kelardi, ammo umuman olganda bu tizim o'z vazifasini bajarib kelgan edi. Ayniqsa bank kartalaridan foydalanishga ko'nikmagan, texnologiyadan uzoq bo'lgan keksa avlod vakillari uchun naqd pul olish juda muhim edi. Ular pulni qoliga olib hisoblashni, uni shaxsan o'z ehtiyojlariga sarflashni afzal ko'rishardi. Ko'pchilikning fikricha, naqd pul baribir pul, uni qo'lga olmasangiz, qanday qilib pulingiz borligini his qilasiz, degan qarashlar ustun edi. Naqd pul bilan savdo qilish, bozorda mahsulot sotib olish odat tusiga kirgan edi. Bu shunchaki odat emas, balki yillar davomida shakllangan hayot tarzining bir qismi edi, chunki o'sha davrda naqd pulsiz to'lov tizimlari deyarli mavjud emas edi. Pensiya oluvchi shaxs o'z pulini aynan o'z qo'lida his qilib, uning butunligiga va mavjudligiga to'liq ishonch hosil qilardi. Bugungi kunda esa vaziyat tubdan o'zgardi va o'zgarishda davom etmoqda. Davlatimizning asosiy maqsadi barcha moliyaviy operatsiyalarni shaffoflashtirish, naqd pulsiz hisob-kitoblar ulushini oshirish, iqtisodiyotdagi kulvang zonalarni kamaytirish va korrupsiyaning oldini olish. Bu maqsad yo'lida pensiya tizimida ham jiddiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Asosiy e'tibor pensiyalarni bank kartalariga o'tkazishga qaratilgan. Bu bir tomondan qulaylikdek tuyulishi mumkin. Pullar to'g'ridan to'g'ri kartaga tushadi. Uni istalgan joyda, istalgan vaqtda ishlatish mumkin. Internet banking orqali to'lovlarni amalga oshirish, kommunal xizmatlar uchun to'lash kabi imkoniyatlar yaratildi. Ammo boshqa tomondan bu jarayon aynan keksa yoshdagi, texnologiyalardan yiroq bo'lgan insonlar uchun qator muammolarni keltirib chiqarmoqda. Ko'pchilik bankomatlardan foydalanishni bilmaydi. PIN kodlarni eslab qolishga qiynaladi. Kartasini yo'qotib qo'yishdan yoki firibgarlar qurboniga aylanishdan qo'rqadi. Bu qo'rquvlar asossiz emas, chunki har kuni keksa yoshdagi insonlar firibgarlik sxemalarining qurboniga aylanayotgani haqida yangiliklar eshitamiz. Eng asosiysi, bankomatlar soni shaharlarda ko'p bo'lsa-da, olis qishloqlarda, chekka hududlarda hali ham yetarli emas. Mavjud bankomatlarning hammasi ham doimiy ravishda ishlamaydi. Ba'zilarida pul tugab qoladi, boshqalari texnik nosozliklar tufayli ishlamaydi. Natijada pulni naqdlashtirish uchun uzoq yo'l bosib borish, ko'pincha bank filiallarida yoki kam sonli ishlayotgan bankomatlar oldida uzoq navbatlarda turishga majbur bo'lishmoqda. Ba'zan bir mahallada atigi bitta bankomat mavjud bo'lib, butun mahalla aholisi undan foydalanishga harakat qiladi. Bu esa afsuski o'z navbatida qariyalarning sog'ligi va ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Navbatlar, to'polon, issiq yoki sovuq havoda uzoq kutish, asabiy holatlar bu og'ir mehnatdan keyin dam olishga haqli bo'lgan insonlar uchun munosib sharoit emas. Bir tomondan raqamli iqtisodiyot qurishga harakat qilayotgan bo'lsak, boshqa tomondan jamiyatning katta bir qismi bo'lgan keksalarimizning ehtiyojlarini inkor qilmayapmizmi degan savol tugiladi. Davlatning yaxshi niyatlari ba'zan amalda qandaydir kamchiliklar bilan yuzaga chiqishi mumkin va bizning vazifamiz aynan shu kamchiliklarni ko'rsatib, ularni bartaraf etishga yordam berishdir. Har qanday islohot inson omilini, ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarning ehtiyojlarini hisobga olishi shart. Xo'sh, bu o'zgarishlar kimlarga ko'proq ta'sir qiladi? Eng avvalo, yuqorida aytib o'tganimizdek, bank xizmatlaridan foydalanishga ko'nikmagan, texnologik savodxonligi past bo'lgan keksa yoshdagi fuqarolarimiz risk guruhiga kiradi. Ular uchun elektron to'lov tizimiga moslashish qiyinchilik tug'diradi. Ko'rish qobiliyati pasaygan, eshitish qobiliyati yomonlashgan keksa insonlar bankomat displeyidagi yozuvlarni o'qishda yoki ovozli ko'rsatmalarni tushunishda qiynalishadi. Shuningdek, nogironligi bor, uydan chiqishga qiynaladigan, yolg'iz yashaydigan pensionerlarimiz ham alohida e'tibor talab qiladi. Ular uchun pensiyani uyga yetkazib berish xizmati qachonlardir juda qulay bo'lgan. Bugun esa bu xizmatning dolzarbligi yanada oshdi, chunki ularning bankomatga borib pul yechish imkoniyati deyarli yo'q.
Qolaversa, olis qishloqlarda aholi soni oz bo'lgan hududlarda yashovchi pensionerlar ham muammoga duch kelishadi. Chunki ularga yaqin joyda bankomat yoki bank filiali bo'lmasligi mumkin. Aytish kerakki, hukumat tomonidan ma'lum toifadagi fuqarolar uchun, masalan, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari, mehnat faxriylari, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun pensiyalar miqdorini oshirish bo'yicha doimiy choralar ko'rilmoqda. Bu albatta ijobiy holat bo'lib, bu insonlarga davlat tomonidan ko'rsatilayotgan g'amxo'rlikning belgisidir. Biroq ko'paytirilgan pensiyani olish jarayoni murakkablashsa, bu osishning amaliy ahamiyati kamayishi mumkin. Agar inson orttirilgan pulini olish uchun sog'ligini xavf ostiga qo'yib, uzoq yo'l bosib, navbat kutishga majbur bo'lsa, bu osishdan nima naf? Pensiya bu shunchaki pul emas, bu insonning butun umri davomida qilgan mehnatining evazi, davlat oldidagi burchi va umuman olganda jamiyatning oz keksa avlodiga bo'lgan hurmatining ifodasidir. Bu pul har bir keksa yoshli insonning o'ziga xos qadr-qimmatini, mustaqilligini ta'minlaydi. Pensiya shunchaki ijtimoiy to'lov emas, bu avlodlar o'rtasidagi o'ziga xos ijtimoiy shartnoma. Yoshlar mehnat qiladi, soliq to'laydi va keksalarning ta'minotiga hissa qo'shadi. O'z navbatida, o'zlari keksayganda ham xuddi shunday g'amxo'rlikni kutishadi. Shu sababli pensiya tizimidagi har qanday o'zgarishlarni chuqur o'ylab, xalqning manfaatlari va ehtiyojlarini, ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj toifadagi insonlarning ahvolini hisobga olgan holda amalga oshirish muhimdir. Axir jamiyatning ahvoli uning oz keksa fuqarolariga qanday munosabatda bo'lishi bilan belgilanadi. Agar biz oz keksalarimizga munosib sharoit yarata olmasak, yosh avlod oldida yuzimiz qanday bo'ladi? Sizningcha, pensiyani naqd shaklda olish imkoniyati butunlay bekor qilinishi adolatdanmi? Agar shunday bo'lsa, buning qanday ijobiy va salbiy tomonlarini ko'ryapsiz? Naqd pulsiz tizimga o'tishning afzalliklari va kamchiliklari haqida nimalarni ayta olasiz? Yoki naqd pulni butunlay chiqarib tashlamasdan qandaydir muqobil variantlarni taklif qilish mumkinmi? Ehtimol, sizda hozirgi vaziyatni yaxshilash bo'yicha aniq bir g'oya, taklif bormi? Izohlarda o'z takliflaringizni, fikrlaringizni yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz, har bir taklifingiz biz uchun juda muhim, chunki bu bizga qonunlarni takomillashtirish va pensionerlarning haqiqiy ehtiyojlarini tushunishda yordam beradi. Xo'sh, bu vaziyatda biz qanday yo'l tutishimiz kerak? Qanday qilib pensiyamizni hech qanday ortiqcha muammosiz olishimiz mumkin? Bu yerda sizga bir nechta amaliy tavsiyalar bermoqchiman. Birinchidan, agar siz bank kartasidan foydalanishda qiynalayotgan bo'lsangiz, oila a'zolaringizdan, farzandlaringizdan yoki nabiralaringizdan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga bankomatdan pul yechishni, kartadan foydalanish qoidalarini o'rgatishi mumkin. Ba'zi banklar keksa yoshdagi mijozlar uchun maxsus instruktorlar ajratmoqda. Bu kabi xizmatlar mavjudligini aniqlang va ularning xizmatlaridan foydalanishga harakat qiling. Ulardan faqatgina pul yechishni emas, balki kartani xavfsiz saqlash, PIN kodni himoya qilish va firibgarlikning oldini olish usullarini ham o'rganing. Esda tuting, hech qachon birovga PIN kodingizni yoki kartangizning orqa tomonidagi 3 ta raqamni aytmang. Ikkinchidan, o'zingizga yaqin joylashgan bankomatlar va ularning ishlash tartibini aniqlab oling. Agar bir bankomat tez-tez ishdan chiqsa yoki pul tugab qolsa, boshqa banklarning bankomatlaridan foydalanish imkoniyatini ko'rib chiqing. Ko'plab banklar endilikda o'zaro hamkorlikda ishlaydi va boshqa bank kartalari uchun ham xizmat ko'rsatadi. Agar bankomatlar tez-tez ishdan chiqsa yoki pul tugab qolsa, bu haqda bankning ishonch telefoniga xabar bering. Fuqarolarning shikoyatlari tizimni yaxshilashga va bankomatlar faoliyatini nazorat qilishga yordam beradi. Banklar mobil ilovalarda yaqin atrofdagi ishlayotgan bankomatlar ro'yxatini ko'rsatishi mumkin. Oila a'zolaringizdan bu ilovalarni tekshirib berishni so'rang. Uchinchidan, ayrim banklar va tashkilotlar pensiyani bevosita uyingizga yetkazib berish xizmatini taklif qilishi mumkin. Bu xizmat shartlarini aniqlashtiring. Ayniqsa, nogironligi bor, yoshi bir joyga borib qolgan, yolg'iz pensionerlarimiz uchun bu juda muhim yechim bo'lishi mumkin. Bu xizmatlar pullik bo'lishi mumkinligini ham inobatga oling. Ammo ba'zi ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalar uchun bu xizmat bepul bo'lishi ham mumkin. Pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya bo'limlariga murojaat qilib, sizning holatingizda ushbu xizmatdan foydalanish imkoniyatini aniqlang. To'rtinchidan, agarda siz pochta bo'limlari orqali naqd pensiya olishga o'rganib qolgan bo'lsangiz, lekin hozir bu imkoniyat cheklanayotgan bo'lsa, mahallangizdagi ijtimoiy himoya bo'limlariga yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qiling.
Ulardan sizning holatingizda qanday istisnolar yoki yordam turlari mavjudligini so'rang. Ba'zi istisno holatlarda, masalan, uzoq hududlarda yashovchi, bank xizmatlaridan foydalanish imkoniyati umuman bo'lmagan shaxslar uchun naqd pul olish imkoniyati saqlanib qolishi mumkin. Bu imkoniyatni aniqlashtirish uchun yozma ariza bilan murojaat qilish afzal. 5-dan, elektron to'lov tizimlari, mobil ilovalar, internet banking imkoniyatlarini o'rganing. Bugungi kunda ko'plab do'konlar va xizmat ko'rsatish joylarida terminal orqali to'lovlar qabul qilinadi. Bu qulayliklarni bilish sizning hayotingizni ancha osonlashtirishi mumkin. Oila a'zolaringiz ko'magida mobil ilovalarni telefoningizga yuklab olishni va ulardan foydalanishni o'rganing. Faqatgina firibgarlardan ehtiyot bo'ling va bank kartangiz ma'lumotlarini hech kimga bermang, notanish saytlarga kiritmang. Barcha banklar o'z mijozlaridan SIM-kod, PIN-kod yoki TÜV raqamlarini so'ramaydi. 6-dan, pensiya jamg'armasi va banklar bilan doimiy aloqada bo'ling. Ularning e'lonlari, yangiliklarini, rasmiy veb-saytlarini va ijtimoiy tarmoq sahifalarini kuzatib boring. Ba'zan yangi xizmatlar yoki imtiyozlar paydo bo'lishi mumkin. Ularni o'tkazib yubormaslik uchun xabardor bo'lish muhimdir. Agar biror tushunmovchilik yuzaga kelsa, darhol ularning ishonch telefonlariga murojaat qiling. 7-dan, eng muhimi, o'z huquqlaringizni biling. Agar siz pensiya olishda qonuniy haqqingiz buzilayotganini his qilsangiz, bemalol bizga yoki tegishli huquqni himoya qilish tashkilotlariga murojaat qiling. Bularga Oliy Majlisning Inson huquqlari bo'yicha vakili, ombudsman, xalq qabulxonalari, Adliya vazirligi, prokuratura organlari yoki boshqa nodavlat notijorat tashkilotlari kiradi. Biz sizga har tomonlama yordam berishga, huquqiy maslahatlar berishga va kerak bo'lsa, qonuniy tartibda da'vo arizalari tayyorlashda ko'maklashishga tayyormiz. Xulosa qilib aytganda, naqd pensiya tizimi o'zgarishda davom etmoqda. Ammo bu o'zgarishlar hech qachon sizning hayotingizni murakkablashtirmasligi kerak. Biz zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga intilishimiz kerak, bu shubhasiz. Ammo bu jarayon keksa yoshdagi ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarning manfaatlariga zid bo'lmasligi lozim. Siz aziz keksalar, davlatimizning asosi, jamiyatimizning tirgogisiz. Sizning tinch osida keksaligingizni ta'minlash bizning ustuvor vazifamizdir. Shunday ekan, dastlabki savolimizga qaytsak, naqd pensiya butunlay bekor bo'lsa, siz o'z pulingizni qanday olishni afzal ko'rgan bo'lardingiz? Bank kartasiga o'tkazilganini ma'qul ko'rasizmi yoki uyga yetkazib berish xizmatini, balki avvalgidek pochta orqali olishni istaysizmi? Yoki sizda o'zingizning mutlaqo yangi, innovatsion taklifingiz bormi? Bugungi vaziyatni qanday qilib takomillashtirish mumkinligi haqida. Fikrlaringizni izohlarda kutib qolamiz. Har biringizning ovozingiz biz uchun juda muhim.